Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz 3-mavzusini boshlayapmiz. IDC kitobidan sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish ekub va ekuk mavzusi. Birinchi testini to'liq tahlil qilamiz. Birorta ham qolib ketmaydi. Boshida bergan va'damizda aytildiki, to'liq birortasi ham qolib ketmaydi. U osonmi, o'xshashmi, farqi yo'q. Hammasini birin-ketin ishlab boraveramiz. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. 3-paragraf birinchi testi. 2200 sonni tub ko'paytuvchilarga ajrating deyapti. Avval 2 ga bo'lamiz. 1100 bo'ladi. Yana 2 ga bo'lamiz. 5 dan bersak 10, 550 bo'ladi. Yana 2 ga bo'lamiz. Xo'p, 2 ga bo'lsak 5 ga ko'paytirdiganda 25 5 ikisida 25 27 275 bo'ladi. Keyin esa 3 ga bo'lamiz. Bu 3 ga bo'linmaydi. 5 ga bo'lamiz. 5 ga bo'lsak, 5 dan bersak 25, yana 5 dan beramiz, yana 5 ga bo'lamiz 11, 11 ga bo'lamiz 1. Demak, 2200 da qatnashyapti 2 dan 3 ta, mana ko'rib turganingizdek 5 dan 2 ta va 11 dan 1 ta. Javobimiz 2 dan 3 ta, 5 dan 2 ta, 11 dan 1 ta. A javob bo'lar ekan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolda aytayaptiki, 48 taqsim 4 faktorial plus 12 ning nolish darajasi plus 0 faktorialning faktorial mana shu yerda turibdi. Xo'p, 48 ni bo'lamiz 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan 4 ga, 4 faktorial degani 4 gacha ko'paytma. 12 ning nolinchisi 1 bo'ladi, 0 faktorialimiz ham 1 bo'ladi. Va chiqqan javobdan ham faktorial olib oling deyapti. Bu 6 24 bo'ladi. 24 ga bo'lib olsak 48 ni 2 chiqadi. 2 ga 1 da qo'shsak 3, 3 ga 1 da qo'shsak 4 bo'ladi. 4 bo'lar ekan, tashqarida faktorial kutib o'tiradi. 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan 4 topishimiz kerak ekan, 24 chiqar ekan. Javob 24 esa javob. Keyingisi 3-misolimiz 36 va 60 sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisini toping. Eng katta umumiy bo'luvchisi ekubini toping deyapti. 36 degani 9 kara 4 degani 2 dan 2 ta, 3 dan 2 ta degani, 60 degani 5 kara 12 yo bo'lmasam 2 dan 2 ta, 3 va 5 degani. Xo'p, ekub topishda borlarini kichkina darajasini olardik. Demak, 2 dan 2 tani va 3 dan 1 tani olamiz. Bu 12 degani. Javob 12. B javob ekan. B javob. To'rtinchisi hisoblang, to'rtinchisida hisoblang deb ekub topishimiz kerak ekan. 90 va 91 ni. 91 bu yerda tub son bo'lyapti. Tub son bilan birorta son bo'lsa, uning ekubisi 1 chiqadi. Chunki birdan boshqa sonlarga bo'linmaydi-da. Javob A bo'ladi. Beshinchisi ekubini topishimiz kerak ekan. Ekub 350 va 250 va unga qo'shishimiz kerak ekan ekuk 36 va 27. 350 degani 5 kara 7, qarang, buni deb olasiz. 5 kara 7 35, bu 2 kara 5 degani 10 deb beradi ko'paytirsak. Demak, 2 dan 1 ta, 7 dan 1 ta, 5 dan 2 ta ekan. 250 degani 125 kara 2 degani. Ya'ni 5 dan 3 ta va 2 dan 1 ta degani. Ekub tanlashda borlarning kichkina darajasini olasiz. Ekubisi nima chiqadi? Ekubisi teng chiqadi 2 ko'paytirilgan kichkina darajasi 5 kvadrat 50 chiqar ekan. Buni ekubga qarang. 36 degani 9 kara 4 degani 3 kvadrati kara 2 ning kvadrati va 3 ning kubi. Ekub tanlashda kattasini olasiz va qoldirmasdan olasiz. Buni ekubga chiqadi, 3 ning kubi va 2 ning kvadrati. 27 ni 2 ga ko'paytirsa 54 bo'ladi. Qo'shib olish talab qilinyapti. Ikkalasini qo'shib olsak 50 qo'shilgan 54, bu 104 chiqadi. Javob E. Xato ketdimi? Xato ketdimi? 3 ko'p 27, 27 dan 2 ga emas 4 ga ko'paytiryapmiz. 4 ga ko'paytirsa 108 bo'ladi. Mana 108 bo'ladi. 108 ga qo'shsa 158 bo'ladi. Javob 158 B javob. Keyingisi 6-savolimiz. 6-savolda aytayaptiki, ikkita o'zaro tub sonlarni, ya'ni ularni ko'paytmasi 108 ga teng ekan. Teng bo'lsa, bu sonlarning ko'paytmasini toping. Ekukka 108 ga teng bo'lsa deb, ularni ko'paytmasini toping. 108 ikkita tub sonni ko'paytmasi. B javob. 7. 45 sonni tub bo'luvchilari nechta debdi? Tub bo'luvchilarni bunday qilasiz. 5 ga bo'lasiz 9, 3 ga bo'lasiz 3, 3 ga bo'lasiz 1.
va 5 kara 3 kvadrat. Tub bo'luvchilari 5 va 3. Ikkita. Javob 1. Yig'indisini topsa 5 ga 3 qo'shasiz, 8 chiqadi. 8-savol. Mana bu yerda sig'adi, xudo xolasa. 8-savolda aytayapti, 1 ni kubiga qo'shing, 2 ni kubini qo'shing, 3 ni kubini qo'shing, 4 ni kubini va chiqqan natijani bo'lib oling 2 qo'shib 3 ning kubi kvadratiga. 1 bo'ladi, 8 bo'ladi, 27 bo'ladi, 64 bo'ladi. Qo'shsak 5 bo'ladi, kvadrati 25 bo'ladi. Qo'shib olsak 9 qo'shib olsak 36 qo'shib olsak, demak 100 bo'ladi va 25 ga bo'lsak 4 chiqadi. Javob 4 C javob. Mana bu oxirini olib qo'ysangiz ham bo'ladi javobga. Keling shuni oxirini olib qo'yishda sinab ko'ramiz. 1 ni kubi, 2 ni kubi, 3 ni kubi va bo'lingan 1 qo'shuv 2 ni kvadrati deymiz. Bu 1, 8 va 27 qo'shsak 9 bo'ladi. Buni qo'shsak 9, buni qo'shsak 36 ni 9 ga bo'lamiz. 4 chiqadi. 4 chiqavergan bu. Mana olsangiz 4 chiqaveryapti. Xo'p, 1 ni kubigacha olsak 1 bo'ladi. 2 dan buyog'i bo'lish kerak ekanda. Mayli, hisoblab qo'ying. Beziyon 9-savolga o'tyapmiz. 9-savolda a teng ekan 2 ni kubiga 3 ni kvadratiga 5 ga. Xo'sh. 1 teng ekan 2 ni kvadrati 3 ni kubi va 5 ni kvadrati bo'lsa, e kubni topishimiz kerak ekanda, keyin e kubiga bo'lib olishimiz kerak ekan. E kub degan borlarning katta darajasi 2 ni kubi, 3 ni kubi, 5 ni kvadrati. E kub degani borlarning kichik darajasi 2 ni kvadrati, 3 ni kvadrati va 5 degan. Bular shunday qisqaratda 2, 3 va 5 qoladi. Bu bizga 30 degan javobni beradi. B javob. 10-savolga keldik. n taqsim 8, n taqsim 6 ekan mana bu. n taqsim 6, n taqsim 8 va n taqsim 9 natural sonlar bo'lsa, n ning eng kichik qiymatini toping debdi. Shularga bo'linadigan mana bular e kub b-sini e kub k-sini topishimiz kerak. 6 degani 2 va 3 degani, 8 degani 2 ni kubi degani, 9 degani 3 ni kvadrati degani. E kub topishimiz kerak. E kub. Mana shular natural son deyapti-da. Ya'ni bo'linadigan sonlar. Xo'p, bu degani 2 ni kubini olamiz va 3 ni kvadratini olamiz. 72 chiqadi. Javob B bo'ladi. Mana bu 2. Xo'p, keyingi savolimiz 11-savol. 11-savolda aytayaptiki, 30 kara 4 faktorial plus 6 faktorial bo'lingan 6 faktorial minus 2 kara 5 faktorial. Qarang, 4 faktorialni olib chiqib ketasiz, ichkarida 30 plyusdan 5 kara 6 qoladi. Bundan esa 5 faktorialni olib chiqib ketasiz, bu yerda 6 ayru 2 qoladi. Bu qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 5 qoladi. Bundan 60 chiqadi, 5 bor va ayiradigan bo'lsak 4 chiqadi. 20 bo'ladi, bo'lib oladigan bo'lsak 3 chiqadi. Javob 3, B javob. Keyingisi 12-savol. 12-savolda aytayaptiki, 6 faktorial 5 faktorialni tub ko'paytiruvchilarga ajrating deyapti. 5 faktorial olib chiqib ketasiz, 6 plus 1 qoladi. Shunda 5 faktorial degani 1 kara, 2 kara, 3 kara, 4 kara, 5 degani bu 7 bo'lyapti degani. 4 degani 2 ni kvadrati, bu bilan 2 ni kubi bo'lib ketadi. 2 ni kubi 3 dan 1, 5 dan 1, 7 dan 1 bo'ladi. Javob shu. Javob C javob ekan. 13-savolga qarang. 13-savolda nima deyapti? 7 faktorial plus 6 faktorial taqsim 5 faktorial. 6 faktorial chiqarib ketsangiz, bu yerda 7 qoladi plus 1 qoladi va pastda esa 5 faktorial bo'ladi. Bular qisqarsa, mana yerda 6 bo'ladi. 6 ni 8 ga ko'paytirsak 48 chiqadi. Javob B javob. 14-savol. A plus B natural son uchun deyapti. 72 ni javobi 2 ni a'nisi va 3 ni b'nisi bo'lsa, A plus B ni toping deyapti. Bu 8 kara 9 deb olamiz. 8 degani 2 ni kubi degani, 9 degani 3 ni kvadrat degani. A'miz 3 ga teng ekan, b'miz 2 ga teng ekan. Qo'shib olsak 5 chiqadi. Javob C. 15-savol. E kubini toping deyapti. E kubi 25 va 40 uchun. Keyin ko'paytiring. E kub kim? 25 va 40 uchun. Mana shu ikkovini qilib bir-biriga ko'paytiring deb. 25 degani 5 ni kvadrati degani, 40 degani 5 kara 2 ni kubi degani. E kub topishda 5 ni olib qo'yamiz. Mana undan natija 5 chiqar ekan. E kub topishda esa 5 ni kvadrati va 2 ni kubini olamiz.
Bu 5 kvadrati 25 bo'ladi, 2 ni kubi esa 8 bo'ladi. Ko'paytirsak 125 bo'ladi, ko'paytirsak 1000 bo'ladi. 1000 degan javob chiqadi. Javobimiz C bo'ladi. Keyingisi 16-savol. 16-savol e kub b deyapti. E kub b 120, 168 va 248 uchun topishimiz kerak ekan. Buni narigi doskadan yozmasak bo'lmas ekan. Doskani o'chirib 16-savol. 16-savolda aytayaptiki 120, 168 va 248 sonlarini e kub b'sini topishimiz kerak ekan. 120 degani 40 karra 3 degani. 40 karra 3. 40 da ichida 8 bor va 5 bor. 2 ni kubi va 5 va 3 bor. 40 da 3 ko'payib 168 ni endi topamiz. 168 da keling 2 ga bo'lamiz 84 bo'ladi. 2 ga bo'lamiz 42 bo'ladi. 2 ga bo'lamiz 21 bo'ladi. 3 ga bo'lsak 7 bo'ladi. 7 ga bo'lsak 1 bo'ladi. 168 degani 2 dan 3 da, 3 dan 1 va 7 ekan. 248 ga navbat 2 ga bo'lamiz 124 bo'ladi. 2 ga bo'lamiz 62, 2 ga bo'lamiz 31, 31 ga bo'lamiz 1 chiqadi. Xullas 248 degani 2 dan 3 da va 31 ekan. 8 ni 31 ga ko'paytiring, haqiqatan 248. 8 ni 3 ga ko'paytiramiz 24, 24 ni 7 ga ko'paytiramiz. 28, 8 x-da 14, 16 to'g'ri. Xo'p, e kub b'ni topishda borlarning kichik darajasini olamiz. Barchasida 2 ni kubi bor. Demak 8 chiqar ekan javobimiz B javob. Keyingisi 17-savol. E kub topishimiz kerak ekan. E kub 180, 420, 420 va 630 sonlar uchun shuni bo'lib olar ekanmiz e kub b'ni qiymatiga. Ya'ni 180, 420 va 630 sonlar uchun. 180 degani 9 karra 20 degani, to'g'rimi? 3 ni kvadrati karra 20 ni 2 ni kvadrati karra 5 deyman. Bu 180. 420 ni esa 7 karra 6 degani, 7 karra 6 ni 2 karra 3 deyman. 3 bor va qarang. 21 karra 20 desam. 21 karra 20 buni beradi. 20 degani 2 ni kvadrati karra 5 degani. 630, 7 karra 9, 3 ni kvadrati va 2 va 5 degani. Mana shunday. Mana hisoblab ko'ring. Bu 20 bo'ladi, bu 21 bo'ladi. 21 ni 2 ga ko'paytirasiz 42 bo'ladi, 10 bor 420 bo'ladi. Bu 9 karra 7 63 bo'ladi, bu bo'ladi. 9 karra 4 36, 5 ga ko'paysa mana shu. Endi e kub topishda borlarni qarang. 3 bor, 3 bor, 3 bor. Kattasini olasiz, 3 kvadratini olasiz. 2 ga qaraymiz. 2 bor, 2 bor, 2 bor. Kattasini olasiz. 2 ni kvadratini olasiz. Endi qarang, 5 bor, 5 bor, 5 bor. 5 ta olasiz. 2 ni 3 ni va 5 ta oldim, endi 7 qoldi. 7 bunda bor, bunda yo'q. Bari olasiz. E kub kda borlarning kichik darajasi 2 dan boshlaylik. 2 ni o'zini, 3 ni birinchisi bor mana, 3 ni o'zini, 5 uchalasidan ham bor, 5 ni o'zini olasiz. 7 esa ikkovida bor, birovda yo'q, olmaysiz. Bo'ldi. Endi mana ular bittasi ketadi, bu bilan bittasi ketadi, bu qoladi. 2 kere 3 6 bo'ladi, 6 kere 7 42 bo'ladi. Javob 42. B javob bo'lar ekan. 18. 18 da aytayaptiki, qaysi javobda o'zaro tub sonlar bor deyapti. Javoblarni yozamiz. 77 va 19. Bular o'zaro tub bo'ladi. B javobda 132 va 55. Ikkalasi ham 11 ga bo'linib qoladi, shuning uchun bo'lmaydi. O'zaro tub degani bir xil songa bo'linmasin. Mana bu ikkovi bir xil songa bo'linib qoldi. 169 va 182. Ikkalasi ham 13 ga bo'linib qoladi, shuning uchun bo'lmaydi. D javobda 141 va 177. Mana shuni tekshirib ko'rish kerak. 141 va 177. Birorta songa bo'linadimi? 3 ga bo'linar ekan, 3 ga bo'linib qoladi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadi, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linib qolar ekan ikkalasi ham. Shuning uchun bular o'zaro tub bo'lmaydi. Bir xil songa bo'linib qolyapti. 19 ga qaraymiz. Javob A javob bo'ldi. 19 da aytayaptiki, 27 va 36 ni eng kichik umumiy karrasini toping. Bu 3 ni kubi degani, bu 3 ni kvadrati karra 2 ni kvadrati degani. Xo'p, shunda eng kichik umumiy karrasi e kub k. Borlarning kattasini 3 ni kubini va
qoldirmasdan 2 ni kvadrat to'rini ham olamiz. 27 ni to'rtga ko'paytirsak 108 bo'ladi. Javob D. 20-savol. 10 va 15 kesma bor ekan. Kesmada nechta o'zaro tub son bor debdi, o'zlari kiradi. 10, 11, 12, 13, 14, 15 gacha bo'lgan sonlar ichida o'zaro tublarni topishimiz kerak ekan. Birinchisi 10 bilan 11, ikkinchisi 10 bilan 12, 10 bilan 12. Bu bo'lmaydi, 2 ga bo'linib qoladi. Uchinchisi 10 bilan 13. Bu bo'ladi, bu ham bo'ladi. To'rtinchisi 10 bilan 14. Bu bo'lmaydi. 2 ham 2 ga bo'linib qoladi. Beshinchisi 10 bilan 15. Bu bo'lmaydi, 5 ga bo'linib qoladi. 11 bilan 12. Bu bo'ladi. Mana 6 deyapmiz. 11 bilan 12. Bu bo'ladi. 7-si 11 bilan 13. Bu ham bo'ladi. 8-si 11 bilan 14. Bu ham bo'ladi. 9-si 11 bilan 15. Bu ham bo'ladi. Keyingi 10-si 12 bilan 13 bo'ladi. Xo'p, 11 deyapmiz. 12 bilan 14 bo'lmaydi, 2 ga bo'linib qoladi. 12-si 12 bilan 15 bo'lmaydi, 3 ga bo'linib qoladi. 13 ga keldik. 13 bilan 14 bo'ladi. 14-si 13 bilan 15 bu ham bo'ladi. 15-siga keldik. 14 bilan 15 bular bo'ladi. Hech narsaga bo'linmaydi. Bitishkalar sanab chiqamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. 10 ta bor ekan. 10 ta. Javobimiz B javob bo'lar ekan. Mana 3-chi mavzuning birinchi testini ham yakunlab oldik. Birortasi qolib ketmadi. O'zingizni xato va kamchiliklaringizni tekshirib olsangiz bo'ladi. Avval mustaqil o'zingiz ishlab chiqing. Chiqmay qolganlarni video darsda ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha o'zingiz ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.